Assalomu alaykum, do'stlar akalar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamay yuribsizlarmi? Qorlarni hijratib bosib yuribsizlarmi? O'zbekistondagilar ham yuribsizlarmi? Sovuq tushyapti O'zbekistonda ham. Akalar, mana shu yerlarga kelinglar, sizlarni xudo xolasa oltinchi namoziga chiqqanda ham yana sizlarga alohida chaqiraman. Endi bo'ldi, menga hali vaqtim bor. Men pulim ozayib qoladi demasdan kelinglar endi hali pul topilaveradi. Pul men qarang, sizga bilan bizniki emas. Topgan millionimiz sizga bilan bizniki emas akalar, jon akalar. Alloh kerak desa oladi, siz pulingizni asalari hamchi akalar. Bir umr yig'averar ekan asalini, bu meniki deb turib. Keyin haligisi kelib turibdi, pichoqda kesib turib olib ketib qolar ekan. Shunday siz men bizni bir umr yiqqan pulimiz ham siz bilan bizniki emas akalar. Kelaveringlar, bo'ldi endi. Ozgina to'lmay qoldi nima ham demanglar. Haligi endi aytmay qo'ying, mo'nda qani to'lmay qolgan yeri bor. 4 stakan, 6 stakan demanglar akalar. Shunga kelinglar endi. Kelib ibodatni boshlanglar endi. Eng kichkinasi bizda ham endi bo'lsa kim 40 ga kiryapti. Eng kichkina ichimizdagilar akalar, mana shu donodagilarda eng minimum kichkinasi 40. Oldi 60-70 ga borib qolyapmiz akalar. Kelib mana shu ulug' joylarda ziyoratlarni qilinglar, ibodat qilinglar avvalo. Keyin vaqtlaring bo'lib qolsa, unda qilib mana ertalabda zavtrikdan chiqqandan keyin ziyorat qilib kelinglar, ulgib qolsalaring peshin vaqtigacha. Peshindan keyin boshlanadi. Ya'ni 3 soat farqi bor xolos. Peshin o'qiganingizdan keyin 2 soatdan keyin shom, undan keyin yana bir 2 soatdan keyin xufton bo'lib, shu bilan vaqtingiz yo'q. Shu bilan xudo xolasa inshaalloh kelib qolsalaring, Alloh sabr toqat bersa, 29 kilometr yurdim aka. 29 kilometr bosib o'tdik biz, xudo xolasa. Umra amallarni bajarib tugatganimizcha 29 kilometr bo'ldi bizniki. Общий kilometrajimiz. Bir sutkada 29 namozlar bilan. 9 kilometr namozlari bilan, hammasi bilan bo'lib 29 kilometr bosib o'tdik. Endi bu degani men hisobim bo'yicha Hoji aka Kemerovadan Tapkigacha. Tapkiga 29 takas da peshkom bordik degani bu degani. Endi yeyish-ichishlar, go'sht qilib boshqalar bo'laveradi yerda baliqlar. Mana kelib turib qattiqnon ham yeb ketinglar bizga o'sha. Qattiqnonni men hali video qilib tashab qo'yaman sizlarga. Bir qop qilib rasa optoda emas. Bizda endi Kemerovada qaydan opto bo'ladi? Nimada quritganmiz endi yolg'on gapirib, yolg'on bo'lib qolmasin, to'g'rimi? Haligi nimada quritganmiz biz. Endi ota bobamiz nimada quritgan u? Optoda quritganda. Biz duxovkada quritdik. Mana olib kelib qo'yib qo'yganman. Kecha olib chiqib yedim Makkada. U yerda savob bo'ladi, o'tirib yeyorasiz, siz xohlaganingizcha o'tirib ibodatdan keyin. Qoningiz ochib qoldimi? Bir ozgina bitta suv bilan pожалуйста yeb o'tirib, sizga birov tur demaydi. Faqat o'rningizni tozalab qo'ysangiz bo'ldi. Hadya qilsangiz bo'lib, hali yeyotganingizda ulashasiz. Privetishni ular yaxshi olaveradi, sizga ham qaytib beradi. Shuning uchun akalar kelib ketinglar sizlarga ham mana shu yaxshi yerlar tilab qolamiz. Kelib mana shu yerlarda dam olib, mana zavtriklardan keyin birpas ilmlashyapmiz. Mana biz hozir ilmlashamiz Hoji akam bilan. Birpas suhbat quramiz. Endi suhbat ham ilmlashgan to'g'risida. Kecha men mana o'qidim, kecha men mana endi o'qidim, mana endi shunaqa. Endi u yerlarda butun yer yuzidagi musulmonlar bilan qator bo'lib o'tirasiz. Bu yerda Bangladesh ham bor, Indiya, Afrika, Indoneziya bilan ham o'tirasiz. Xullas yer yuzidagi barcha odamlar bilan bir qator o'tirib chiqasiz, yonma-yon o'tirib. Endi nima qilyapmiz? Shu qiladigan ishimiz yo'q, biz damini olib endi peshinga harakat qilamiz akalar.